Assalomu alaykum azizlar. Mana navbatdagi sizlarga ko'rsatgan mehmonxonamiz, gullarni yopishtirayotganimizni ko'rsatib o'tdik. Mana gullarimizni yopishtirib, bunaqa zamaskalarni qildik. Olmasti bitta do'qasi mana. Tegalarimiz, ramkalarimiz ham hammasi bitta tayyor bo'ldi. Karniz gullarimiz, bunga pasvetga reliz qo'yiladi mana. Hamma yo'q. Inshaalloh juda chiroyli bo'lib chiki bo'lib bityapti dedi. Chiki bo'lib bityapti xolos. Bitta bira bo'ladi o'rtada, kartinga bo'ladi pastda. Tomonlar ramka kelyapti. Chiroyli bo'lib. Bu joyimiz televizor bo'ladi. Bu tomonda chekkasida mebel tushadi. Televizor yarim bu tomonga o'tadi. Tega bilan aynalar bo'ladi. Katta tega televizor bo'ladi xolos. Karnizlarimizni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli. Orqada parda uchun joy. Dimaxol qo'yilgan. Chekkaga. Gulimiz juda ajoyib. Ikkiga 180 gul, juda katta gul. Hattoki o'zgacha chiroy baxsh qilyapti gulimiz. Tarafga egalarimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Obyektimizda ish juda qizg'in ketyapti. Imzo engelbeklar qo'yilgan. Ustalarimiz bitta zinalar qilishyapti. Bu xonalarimiz tayyor bo'ldi. Mangal chiqolamiz. YouTube'ga esdalik video qilyapmiz-da. YouTube'ga video qilyapmiz. Mana Umidjon akamiz ishlarni ko'rasizlar mana. Cho'rni holati bu. Xudo xolasi bitganini ham qo'yamiz. Jinkam bitta uyga o'xshatib qilyapti bari. Bu yerda mo'yga bo'ladimi aka? Ha? Ha, bu yerda gaz plita bo'lar ekan. Ish stoli bo'ladi-ku. Ish stoli. Nechtalik qozon tushadi aka? 20 hektalik qozon tushadi. Mangal bo'ladi bu yerda. Bu yerda nechtalik qozon? 30 talik qozon. Bu stol bo'lyapti. Pastida mo'yga bo'ladi. Ishtoq yuvish uchun. Dimoqda tashqariga chiqarish bo'ladi tepaga. Materiallarimiz kelgan. Mana shpakilovkalarimizni qo'yganini olib kelganmiz. Polimer shpakilovkalar, rodbullarimiz, 51 shpakilovkalar emas kerak. Ishlash kerak bo'lyapti xolos yo'q. Mana uyimiz tashqi ko'rinishi. Xudo xolasa romlar qo'yilib, yana ozgina chiroyli bo'lib qoldi. Narigi hovlida so'kilgan granitlar bosishyapti. Steshka quyilyapti yana. Bitta pistamiz ishlayapti. Nima o'zini ishini o'zi oladi mana. Haladan bitta qo'li bor. Uchinchi qo'li bor. Charchamanglar, sog' bo'linglar.